Assalomu alaykum homiladorlarim, kelinglar darsni boshlaymiz. Asosiysi his qilib bajarish. Agar undan oldin yoga bilan shug'ullangan bo'lsanglar, ozgina o'sha mula bandhani qorinni tortsak bo'ladi. Atak mula bandha tortilmaydi, qorin ham tortilmaydi. Bo'sh qo'yib bajaraveramiz. Dars payti qorin tonusga kelib qolsa, ham his qilsak, matka tonusga kelib qolayotganini любой payt dam olib yotib olsa bo'ladi. Yoki bola pozasiga yoki o'ng tomonga yonboshlab his qilib sekin-sekin bajaringlar yoki yarim darsni bajaringlar. Kelinglar boshlaymiz. Tegimizga yostiqcha qo'yib olamiz. Agar undan oldin yoga bilan shug'ullanmagan bo'lsak, tos bo'g'imida diskomfort bo'lsa, tegimizga yostiqcha qo'yamiz. Xohlasak, ikkita oyoqni tagiga ham yostiqcha qo'ysak bo'ladi yoki ikkala oyoqni o'zimizga tortib, boldirlarimizni shu oyoqni ustiga qo'yib, tashlab qo'yib o'tirsak bo'ladi. Yoki ketma-ket taxlab to'g'ri o'tirsak bo'ladi. Bu bugungi mashq hamma semestrga mos, yengil, o'sha matkadagi bolamizga qon aylanishini ta'minlab beradi. Yaxshi rivojlanadi. Qon yaxshi aylansa.